Assalomu alaykum. Oldingi darslarimizda sanalarni formatlashni o'rganishni boshlagandik. Bugungi darsimizda ham oldingi darsimizni davom ettiramiz. Soatni hamda sanalarni chiqarish oldindan belgilab qo'yilgan bir nechta formatlar bor. Ulardan birinchisini ko'radigan bo'lsak, foiz belgisi T dan keyin bosh harfda R ni R ni qo'yadigan bo'lsak, soatni chiqarib beryapti. Soatni chiqarganda e'tibor bersanglar, hozir soat 9 bo'lganligi uchun oldiga 0 qo'yib chiqaryapti. Demak, soatni ikki xonalik raqamlarda qo'yib chiqarar, daqiqani chiqarar ekan, daqiqani ham aslida ikki xonalikda chiqaradi. Bu 24 soatda chiqaradi. Hozir misol uchun soat 9 bo'lib turibdi. Agar soat misol uchun 13 bo'lganda shuni 13 deb chiqarardi. 1 PM deb chiqarmaydi. 13 deb ikki xonali 24 soatlik formatda vaqtni chiqarib beradi bu. Mabodo sekund ham kerak bo'ladigan bo'lsa, tini qo'yishimiz kerak. Bosh harfdagi tini. Endi e'tibor bergan bo'lsanglar, davomiy soniyasi ham qo'shilib chiqyapti. Demak, tini bersak, soniyasini ham qo'shib chiqar ekan, arni bersak, ikkalasi ham 24 soatlik formatda vaqtni o'zini chiqarar ekan. Vaqt formatlaridan yana bittasi bu R bilan chiqadi. 12 soatlik formatda chiqadi. Kichkina R deb yozib chiqaradigan bo'lsa, AM, PM da chiqadi. 13 soatlar chiqmaydi, bu yerda 12 gacha bo'lgani qadar chiqadi. Sana uchun ham tayyor formatlar bor. Ularda eng birinchisini sizlarga aytadigan bo'lsam, bosh harfda D yoziladi. D deb yozganimizda birinchi oyda tartib raqami, undan keyin kunni tartib raqami, undan keyin yilda tartib raqami chiqadi. O'rtalarida slash bilan F degan format bor. F degan formatda boshqacharoq. Birinchi yil chiqyapti. 2014-yil oxirgi ikkita raqam emas, hamma raqamlari chiqyapti. 2014-yil o'rtada tire bilan birinchi oy, o'rtada yana bitta tire bilan 7-kun. Bu ham sal tayyor formatlarda boshqacharoq. Tayyor formatlarda eng uzun va mukammal tayyor formatlardan bittasi desak ham bo'ladi. Bu C bilan seshanba, yanvar oyining avvalgi 3 harfi qisqartirilib ko'rsatyapti oyda. 7-sanasi soat 9 dan 20 daqiqa o'tibdi, sekundgacha chiqib 9-sekundda dasturimiz ishga tushgan ekan. Toshkent vaqti bilan 2014-yil. Bu tayyor formatlar bilan gaplashishni tugatdik. Endi sanaga o'zimiz xohlagan narsani qo'shish yoki ayirishni o'rganamiz. Gregorian kalendar statik maydonlaridan foydalanmoqchiman. Shuning uchun mana statik maydonlarda hammasini import qilib oldim. Statik maydonlarida nomini yozishdan oldin endi Gregorian kalendarda klass nomini yozishim shart bo'lmaydi. Kalendar obyektimiz bor. Birinchi qo'shish yoki ayirishni ko'radigan bo'lsak, kalendar obyektiga add deymiz. O'zimiz xohlagan maydonni chetda ko'rsatishimiz kerak. Misol uchun men daqiqaga qo'shmoqchiman. Sekund deyman. 10 daqiqa keyingi vaqtga o'tkazib qo'yaman. Kalendar hozir aslida joriy vaqtga teng edi, chunki men konstruktorga hech narsa bermasam joriy vaqtni olardi. Joriy vaqtdan 10 sekund keyingi vaqtni ko'rsatar endi. Konsolda o'ziga formatlab chiqarish uchun system.out.format degan yoki bo'lmasa printf degan metoddan foydalanish mumkin. Chekka vaqt chiqarsin deyishim uchun foiz tini berishim kerak edi. Endi men hozir sekundga qo'shyapman soniyaga. Soniyani ham menga ko'rsatib berilgan tayyor format bor. Buni hozir ko'rdik. Kalendarni chiqarganimda 46-sekundda ekan o'zi initsiyalizatsiya bo'lgan avvalgi qiymat. Men soniyaga 10 soniya qo'shib qo'yganligim uchun 56 ga teng bo'lib qoldi. Qo'shish uchun ishlatgan add metodini ayirish uchun ham ishlatishim mumkin. Ikkinchi parametriga -10 bersam, 10 soniya oldingi vaqtni menga ko'rsatib beradi. Xuddi shunga o'xshab daqiqa ustidan ham qo'shish yoki ayirish amallarini bajarish mumkin. Minut bo'ladi bu. Minutga misol uchun 15 minut keyingi vaqt menga hisoblab chiqarib aytib bersam, mana 25 ekan aslida vaqt. Unga 15 minut qo'shsam 40-daqiqa kelib chiqdi. Soatga ham olagan qiymatni qo'shib ayrib olishim mumkin. Buning uchun hourdan foydalanaman. 5 soat keyingi vaqtda qo'shishim mumkin. 5 soat qo'shsam mana 14-soatga to'g'ri keladi. Haqiqatan 9 ga 5-soat 14. Soatda ayrisa ham bo'ladi. Minus berib qo'ysa, ikkinchi parametrdagi qiymatni manfiy bersak, mana shu 5 ta ayriydi. Sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan narsamiz soatdan keyin sanaga keldik. Deylik. Sanaga ham o'zim xohlagan vaqtni qo'shib yoki ayrishim mumkin. Sanalarga qo'shib ayirish katta tiy. Faqat vaqtni ko'rsatgani uchun hech narsani ko'rsatmaydi. Natijani ko'rsak, qanday bo'lsa shundayligicha turibdi, chunki bu chiqayotgan formatimizga sanani ko'rsatmaganligimiz uchun. Sanani ham ko'rsatdik uchun hozir ko'rgan narsamiz bor. Sanalarni qanaqa qilib tayyor formatlarga keltirish bor. Mana C ni bersam tayyor formatga keladi bu. 5 kun ayrilib 2-yanvarga to'g'ri kelib qoldi. 35 kun qo'shadigan bo'lsam, 11-fevral 35 kundan keyin 11-fevral bo'lar ekan. Sanaga qo'shishni ko'rdik. Hafta qo'shish uchun week of month qo'yaman mana. 2 haftadan keyin qaysi sanaga to'g'ri kelishini bilmoqchi bo'lsam, 2 hafta qo'shmasimdan oldingi qiymat hozirgi ayni vaqtdagi qiymat 7-yanvar ekan. Endi qo'shib qo'yganimdan keyin 2 haftadan keyin 21-yanvar bo'lar ekan. 2 yil oldingi vaqtni ko'rmoqchi bo'lsam,
Kalendarda 2 yil oldingi vaqti 7-yanvar 2012-yil bo'lgan ekan. 2 yil oldin. 2012 bo'lib qoldi yil. 2014 dan 2 ni ayiradi. -2 bermasam, -2 ni beradigan bo'lsam, 2016-yilga to'g'ri kelyapti. Adddan tashqari roll degan narsa ham bor. Roll bilan addda ozgina farqi bor. Rollda ikki xil varianti bor. Rollni berayotgan vaqtda ikkinchi parametrga true bersam qo'shadi. 2014-2015 ga aylanib qoldi. Shu yerga false deb beradigan bo'lsam, 2013 ga aylandi. True desam bir qo'shiladi, false desam bir ayriladi. Add deb turib, bugun 7-yanvar bo'ladigan bo'lsa, unga misol uchun 25 kun qo'shsam, bu 1-fevralga to'g'ri kelib qoladi. Add demasdan rolldan foydalanib 25 kun qo'shadigan bo'lsam, fevralga emas, yanvarda 1-ga to'g'ri kelib qoldi. 31-yanvardan keyin fevralga o'tib ketmaydi, yana oyning boshidan boshlab aylanib kelaveradi. Keyingi oyga o'tib ketib qolmaydi roll deganda. Farqi shu. Rollni ham keyingi qiymatiga misol uchun 2 bersam, bu ham 2 ayriydi. 2 ni musbat bersam, mana 2 ayrib -5 qilib qo'ydi. 7-yanvarda 5-yanvarga tushirib qo'ydi. Endi buni musbat 2 bersam, 9-yanvarga chiqarib qo'ydi, mana 2 qo'shib. Rollda farqi shu. Set degan metod ham bor. Kalendarlar bilan ishlayotganda set bu sanani men bergan sanaga o'rnatadi. 2-yanvarga o'rnatib qo'ydi. Sanasini 2 qilib qo'ydi. Monsini misol uchun may deb qo'yishim mumkin. Oyni may qilib qo'yadi. Aslida 7-yanvar edi, bu endi 7-mayga o'zgarib qoldi. O'zimiz kerakli maydonni bekka yozib turib, o'zimizga kerakli qiymatni bekka qo'ysak, ash qiymat ash maydonga o'rnab qolaveradi. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.